Kashtan, qo'zi, qo'chqor do'stlar. Mana bu kashtani tiniqligiga e'tibor bering. Tishini ko'rsating jiyan. Munchoqlari podarkaga. Qo'zi do'stlar. Kashtanidan so'ragan obunachilarimiz juda ko'p. Mana bu sifatiga e'tibor bering. Mana mashalloh, juda zo'r narsa. Suyagi ham, boshqasi ham. Orqalar nimalarni ko'rsating. Yo'q hali. Yo'q, yaxshi. Hali Qo'zi. tish buzmagan. Bittasi ham tish buzmagan. Ko'rib oladi. Pulini sanab olaman. Qo'yni ko'rib olsin. Qo'y boy, bunisini ham ishlama kashtan. Molingiz yaxshi-da, molingiz yaxshi. Ana shunday tirashasiz. Mayli. Qarang, soni nechta aytdikmi? 14 bosh to'g'li, bitta qo'chqar bilan 15 ta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, hisorini sariq, qiriq, tiniq, tozalari. Ichida bitta ko'k, bitta oq ham kelib qopti, Zokirjon. Ha, oxiri qo'chqar uli bor aka. Kattagina. Barakasini bersin. Qani, bularda soni nechta umumiy soni? 8 bosh aka. 8 bosh. 3 dona bo'g'ozi bor, 5 ta tuqqani bor. Aha. 3 dona bo'g'ozi qaysi biri endi? Mana. Orqadagi. Ko'rsatsangiz ham bo'laman. Yo'q, mayli. Elin to'la turibdi aka. Ushlab o'tirmang. O'zi shunday ko'rinib turibdi. O'sha Keyin mana pis olyapti-da, qo'ylar zo'r. Mana bunisi, mana katta qo'y bo'g'oz mana bu, mana bu ham elin qilib turibdi aka. Ha, mana qarang. Manisi. Elin qilib turgani. Ha, garantiya aka. Aha, yaxshi. 100%. Borini bor deb sotaman, yo'g'ini yo'q deb sotaman aka. Xo'p. Qisir bo'lsa qisir deb sotaman. Zokir, 2 partiya qo'yim bor dedingiz. Ha, aka, 2 partiya. Yaxshi, yana uni haydab yuboring, u qochib ketib qoladi bo'yni. Bo'ya qochib ketib Soqchada bolasi kichikrog'i, yoqqa turibdi. Xo'p. Zokirjon, bularning yoshini ayting endi. Aka, bular mana 1, 2, ha, 3-qorin ham bor, bitta yarimtasi. Zo'r. Ishlab ko'rsataylikmi, aytishga kerak emasmi? Mayli, ushlang, bitta ikkitasini ushlang. Ishlab ko'rsatingizlar, polvon. Pisi bo'lyapti-da, bar dashti qo'yi-ku. Dashti qo'yi pisi bo'lyapti, lekin ushlaganda shunday holatlari o'zi ko'rinib turibdi, suyaklari. Mana aka, qo'ydi sifatiga pul bering asli. Mana shu ham bo'g'oz, ha? Yelin to'la turibdi aka, mana qo'ydi sifatini qarang aka. Mana oldi, orqa kengliklari ham Sifat uchun ishlayapmiz-ku biz. Mana shuni aytaman, ushlaganda qarang, qo'y ko'rinmayapti, pisi bo'lyapti. Qo'yavering. Qo'yavering. Dashti qo'yi, qarangizlar, mana bo'yini o'lchab so'rashadi-ku. Hozir mana buni bo'yini o'lchasa, 80 chiqadigan bo'lsa, 80 chiqsa, lekin qaysidir masalan qo'lga o'rgangan qo'y bor-ku 85. Shunday qo'yib yuborsangiz, ikkasi teppa-teng bo'lib turadi. Shunday. Mana shu narsa bor-da. Ikkitasi bolasi sog'liq, 3tasi qo'chqar. Bularning narxini ayting endi. Aka, bularni bir joyga oladigan odamga, Xo'p. bular bir joyga oladigan odamga 9 milliondan beraman aka. 9 milliondan. Dastlabkilari ichiga. Yo'q, 9 demang. O'ting. O'ting. Aka, egasi chiqsa muomala qilamiz. Yo'q, birdan o'ting. Keyin gaplashamiz, aytaman. Siz oldin o'tib ayting, keyin aytaman. Qancha? Uzunligini. 100 ming o'tib beraman. 200 ming o'ting. 88 qiling, jup qiling. Chiroyli son bo'ldi. Xursand bo'lasizmi? Bo'laman. Bo'ldi, oling barakatda. Dastavka ham qilib berasiz. Bo'ldi gap yo'q aka. Muxlislaringiz xursand bo'lsa bo'ldi, donayib. Oqti bolasi mana katta qo'chqar qo'zi mana. Aha. Mana 8 million 800 dan necha bosh? 8 bosh qo'y. 8 bosh qo'yimiz do'stlar, dastavkasi. Bir joyga olinganga yana aytib qo'ying. Bo'ldi. Do'stlar, barakasini bersin, bosamiz. Mana qo'ylarning sifatini qarang aka. Katta bo'ladi. Lekin mana bularga bor-ku, hozir qo'zilar, qo'chqori har xil bo'lgan-ku. Agar qo'chqori bir xil bo'ladigan bo'lsa, dodlatadigan qo'zi beradi bular. Xudo xolasa nasib qilsa. Qani, ketdik, ikkinchi partiyani ko'ramiz. Bo'ldi aka, zo'r keting. Kashtan, qo'zi, qo'chqor do'stlar. Mana bu kashtani tiniqligiga e'tibor bering. Tishini ko'rsating jiyan. Munchoqlari podarkaga. Qo'zi do'stlar. Kashtanidan so'ragan obunachilarimiz juda ko'p. Mana bu sifatiga e'tibor bering. Mana mashalloh, juda zo'r narsa. Suyagi ham, boshqasi ham. Orqalar nimalarni ko'rsating. Oldi orqa kengligi. Vah! Kuch. Haqiqatan chidamli narsa, lekin o'sadigan yirik narsa bo'ladi, qalin narsa bo'ladi, ko'zini ham beradigan ekan mana. Xudo xolasa. Qani, bitta silab ko'rsating qani, ana shunday qilib. Oh! Mashalloh. Yunni o'zi to'kkanga o'xshaydi. Oldini buring qani, oldilarini ko'rsating. O'zi to'kkan ekan. Mana. Xo'p, to'xlilarimiz bor bu yerda. Men hozir buni qaraganda bu to'xlimi, haligi qisir qo'ymi dedim. Lekin do'stlar, to'xli ekan, chunki qisir qo'ymi degani juni olinyapti. Sog'liqlarimiz nima deydi, sog'liqday bo'lib turibdi-da. Suyagi haqiqatan yirik. Bemalol shu yil hammasini qo'zisini olaverasiz. Aka, molini chiqaramiz-da, Asrar aka, toza mol chiqaramiz, yaxshi mol aka. Mana to'g'li, mana shular hali. Mana soni yo'q.
zo'r narsa. Tishini oching qani? Tish buzdimikan, ha? Yo'q hali. Yo'q, yaxshi. Hali Qo'zi. tish buzmagan. Qo'zi Bittasi ham hali tish buzmagan. Ko'rib oladi. Pulini sanab olaman. Qo'ydi ko'rib olsin. Qo'y boy, bunisini ham ishlama kashtan. Molingiz yaxshi-da, molingiz yaxshi. Ana shunday tirashasiz. Mayli. Qarang, sonini Aka, nechta mana aytdikmi? 14 bosh to'g'li, bitta qo'chqor bilan 15 ta. Bu qo'chqor ham sarka boshga o'sha qo'chqorni o'zi tortib ketdi, uni qarang. Xo'p, qarang. Bitta voy, qarangizlar buni Mana ketishlarini. buni oldi qarang aka, kelguncha mana. Sizlar ana qani buni Sifatni qarang aka. Mana. Sal pisib olyapti, to'g'rilang. Buni ushlab bo'lmaydi. Bo'y bermayapti-da. Qo'yavering. Sifatni qarang aka. O'zini ko'rsatmaydi, qo'y. Qani haydab keling qani. Qani bularda qo'chqorda necha pul deysiz, Zokirjon? Aka, qo'chqor olati kodam chiqsa o'zim kelishib olaman. Xo'p, 14 qo'chqor bilan 14 tami? 15 ta qo'chqor bilan. Qo'chqor bilan 15 ta. Demak, bu yog'i 14 tasini bir joyda gapiring endi. Narxini yopishtirib ayting. Qo'y zo'r narsa. Narxini aka 68 dan qo'yamiz. 68 dan. Ha. Bo'ldi, dastavkasi bor. Dastavkasi ichida, O'zbekiston bo'ylab. Zokir, bugun bironta qo'yingizga tortishmadim. Qo'yini qo'yamiz aka, siz buni qo'ydi qarang. Zo'r narsa. Sifatni qarang aka, men Lekin qo'chqorda yoribsiz. Gap yo'q. Qo'yizlar, to'qlilardan kamchiligi bormi aka birontasi? Yo'q. Zo'r narsa. Olish kerak, hosilini misol uchun 10 yillab olish kerak. Hozir aytaylik, hozir sog'liqdan ko'ra misol uchun mana bu ko'p yil xizmatini qiladi. Mana chorvani noldan qilaman degan insonga kimdir misol uchun tayyor mana bu chorvani tayyorlab, saralab, etagdan o'tkazib, elakdan o'tkazib, ana unaqalarni olib tashab, toshlarini, qumlarini, xaslarini olib tashab, sizlarga tayyor iste'molga yaroqli do'stlar, mana shunday nima deydi, birinchi sort unni sizga tayyor qilib qo'yamiz. Oling do'stlar, tandirga issiqlab yopib mazasini ko'ring. Asror aka, buni sonni ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi. Songa emas, sifatga ishlayapmiz aka. Sifat bor-da mollarda, qarang. Mana qochib bergan qo'zimizni qarang aka, sifatini. Dikka. Mana mashallah, dashti qo'yida tabiiy immunitetdagi qo'ylarimiz. Mana do'stlar, aloqaga chiqasizlar, ko'rasizlarki, yaxshilardan yaxshilarini chiqarib beryapmiz. Hammaga yaxshi qo'y boqish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.